Akalar, Andijonda shunaqa chiroyli zo'r dam olish joyi borligini bilamidinglar? U yerdan bittasi Asakada joylashgan Troy Chayxana House'damiz. Bu yerga nimaga keldi, dam olgani keldimi deyishinglar mumkin. Yo'q, biz bu yerga dam olgan emas. Bu yerga biz Tunikafon mahsulotlar qilib berganmiz, Tunikafon profnasil mahsulotlar qilib berganmiz. Shuni sizlarga obzor qilib berish uchun keldik. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Ko'rishinglar mumkin bu obyektimiz qanaqangi chiroyli, qanaqangi zamonaviy ko'rinishda bo'lganligini. Bu yerda ustakalarimiz bor mehrini sarflashgan, klientni rozi qilishning eng zo'r, eng sifatli tunikalarni ishlatganmiz. Bu yerga 240 kvadrat tunikafon va 180 kvadrat profnasil yetkazib berganmiz. Asprofil bu yerga yetkazib bergan sifatli tunikalarni albatta sizlarga ham yetkazib bera oladi. Kimga shunaqa profnasil tunikafon mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Asprofilga murojaat qilinglar. Zo'r qilib, sifatli qilib ustalar bilan birga olib borib yetkazib beramiz.